Amerika tropik hududlarida nihoyatda xavfli va kam uchraydigan yirtqich yashaydi. U ulkan qirqoyoq bo'lib, dunyodagi 3000 dan ortiq qirqoyoq turlari orasida eng kattalaridan va yiriklaridan biridir. Uning tanasi 28 santimetrdan ham uzun bo'lishi mumkin. Tashqi ko'rinishi qo'rqinchli, harakati esa juda chaqqon. Bu qirqoyoqning eng xavfli quroli uning o'tkir, zaharli panjalaridir. U shu panjalari orqali o'ljasiga asab tizimini falaj qiladigan kuchli zahar yuboradi. Bu zahar odam uchun o'ta og'riqli bo'lsa, kichik hayvonlar uchun ko'pincha o'limga olib keladi. Ulkan qirqoyoq faqat hujum qilish uchun emas, balki o'zini himoya qilish uchun ham moslashgan. Uning orqayoqlarida o'tkir ilgaklar mavjud bo'lib, ular dushmanga qarshi ishlatiladi. Qirqoyoq tanasi orqali maxsus nafas teshiklari bilan nafas oladi. Shu sababli u nam muhitni yoqtiradi va quruq joylarda tez-tez suvsizlanib qoladi. Bu yirtqich asosan tunda ov qiladi. Kunduzi yashirinib, qorong'u tushgach harakatga o'tadi. Uning ovqatlari juda xilma-xil. O'rgimchaklar, qurbaqalar, kaltakesaklar, qushlar va hatto kichik kemiruvchilar bilan ham oziqlanadi. Nomiga qaramay qirqoyoqda 100 ta oyoq bo'lmaydi. Ularning soni ko'pi bilan 46 ta bo'ladi. Ammo bu oyoqlar juda kuchli va mahkam bo'lib, qoyaga chiqayotgan alpinistning maxsus ilgaklari kabi yerga mahkam yopishadi. Qirqoyoqning ko'rish qobiliyati juda sust. U deyarli ko'r hisoblanadi. Lekin uning mo'yluvlari juda sezgir. Eng kichik tebranish yoki harakatni ham payqab oladi. Shu sababli u o'ljasini ko'rmasdan turib ham aniqlay oladi. Videoda ko'rsatilgandek, bu yirtqich kemiruvchilarni ham ovlaydi. Ona kemiruvchi bolalarni boqish uchun ularni yolg'iz qoldirib ketishga majbur bo'ladi. Uning bolalari esa ko'r, kuchsiz va mutlaqo himoyasiz holatda qolib ketadi. Ana shunday paytda ulkan qirqoyoq yashirincha hujum holatiga o'tadi. Qirqoyoq birgina zaharli chaqish bilan u bolani o'ldiradi. Bu zahar yurak faoliyatini to'xtatib, o'ljani darhol harakatsiz holatda qoldiradi. Ona qaytib kelguncha esa juda kech bo'ladi. Qirqoyoq esa yana yangi o'lja izlab, qorong'ulikka g'oyib bo'ladi.